Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sog'lom yursizlar. Bugun 31-yanvar haftaning 6-kuni To'rtko'l bozoridagi To'rtko'l baliq bozoriga keldik. Qo'llangancha baliqlarni narxini bilib beramiz. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'shib qo'yinglar. Qo'llangancha sizlarga kerak video chiqarsa davom etamiz. Bugun $100 1.212.000 so'mgacha bo'lib turibdi ekan. Rubl 156.000 so'm, tanga 23.000 so'm bo'lib turibdi. Yaxshi yangilik ana. Dollar aslan ko'tarib boshladi, xudo xolasa. Moskva, Podmoskvadagi yurtdoshlarimiz uchun Turdoydagi xizmatlarini taklif etamiz. Turdoydagi 1 yil davomida bazada o'sha javob beriladi. Bundan tashqari NN, Sininiz xizmatlari mavjud. Bemalol kanalga telefon etsanglar bo'ladi. Turkmaniston fuqarolari uchun registratsiya ishlab turibdilar. Keyin bu yoqda reyestrga tushgan yurtdoshlarimiz reyestrdan chiqarish xizmatlari mavjud. Bemalol kanalga telefon etsanglar bo'ladi. Video boshladik undan yaxshi kayfiyat. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga arzon va ishonchli aviakassa xizmatlarini taklif qilamiz. Unda siz dunyoning istalgan davlatlariga aviabiletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Bizning manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani To'rtko'l jome masjidi yonida. Orientir Turkman Astanovka. Qolgan ma'lumotlarni ekranlarda ko'rinib turgan Telegram raqami orqali bilib olishingiz mumkin. So'yib taqlab beramiz, katta. So'yib tozalab beriladi 50.000 so'mdan, ey. Piyosrilar ne? Piyosrilar 30.000. Sho'li piyosrilar qaraman. Hammasi diri. Bu so'yib tozalab beriladi. Xudo xolasa 50.000 so'mdan bugungi bahasi, to'g'rimi? Bugun kundagi bahasi sho'li piyosrilar 30.000 so'm. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi. Rahmat, biz yaxshimisiz? Ishlab o'tiribman, sarsamasdan. Bular 28dan. 1 kilodan ziyod 2 kilo bu yoqlab boradi. 30.000 so'm. Bugungi bahada bo'lyapti. 31 bugun. Bugungi bahasi bor. Aytib turibdi, xudo xolasa, обязательно. Bular men so'yib tozalab beriladi shuning ichida. 1.28 dan so'yib taqlab beramiz, katta. To'ylar bo'lsa qaytib beriladi. To'y bo'lsa qaytib beriladi. Sazalar shu baha, to'g'rimi? Sazalar shu baha. 50.000 so'm, aynan. Xudo xolasa bugungi bahasi. To'y telefon nomeri qoldiramiz shunda? Telefona benda bor. Adash akami? Kassiyer. Ha, bo'ldi, gap yo'q, gap yo'q. Adash aka, yana bir marta assalomu alaykum. Sog'likli yaxshi omonlikmiz, charchamasdan. To'xtaymi? To'xtab turamiz aka. Adaş yaxshimsan, Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Avvalambor musofir yurtda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, uyinda ko'rib o'tirgan aka-ukalarimiz, hammasini sog'lik, salomatlik, kishilarga daromad, hammasi kelaversalar, balamiz arzon. Sazon bugun ham arzon. Xalosa mantiqadan, xalosa mangal qozon. Chorvakda bo'lsa o'choq qozon. Topilmasa uydagi oddiy qozon. Yeb kechazon qilishga bir tarzon, bugun yana o'kdan boyda yana arzon. Ana, gap yo'q. Yana bular 45.000 so'm ekan sazonda. 45.000 so'm. Ava 45.000 so'm ekan. Sazonlar 45.000 so'mdan bir o'ziga so'zlab qilib bostirib beramiz sazonlarni. İlan balıklar ne? İçinde. İlan balıklar ham shu baha mı? İçinde. Gerek bo'lsa 40.000 so'mdan ham beraman ilan balık. Qana bersin. 40.000 so'm. Ova, lekin videoni yeta chiqar. Yo, bugun vazir chiqaraman, xudo xolasa video. Hozir ushlab chiqaraman. Bugun chistoycha 31mi? 31-yanvar kuni bugun, to'g'rimi? 31-yanvar soat 1 ko'rsatib bering. Ova, soat hozir. O'zim ko'rsataman. Ondan 9.000 o'tdi. Yine sazonlar o'zga, yine bular, yine Aqshako'l sazonlari bular 55.000 so'mdan. Bular haqiqiy ko'lni sazonlari, Aqshako'lniki. Ayna bular yine Sarımayın sazonu. Ha? Yine. Sarımayın sazon 55.000 so'mdan berib turibmiz. 55.000 so'mdan so'yib tozalab berasizmi endi buni? O 55.000 so'm. To'ychilar ne? To'ychilar bo'lsa qaytib beramiz, unga to'y qo'yib beramiz. To'yboy ham beriladi. Beramiz endi. Qaytib ham beriladi. To'y bir balaka bor, yana qaytib ham beramiz to'y bo'lsa. Iloyim to'y bo'lsa hammamiz ham yetirsin. Iloyim yaxshi kunlari. Biz ham bir bola chaqa boqib o'tiribmiz, shularni to'y bergan odamlarga qo'msangacha yordam etamiz. Xolos bundan beramiz to'ychilarga. Gerek bo'lsa to'ychilar yana bundan ham qaytib bilamiz 45.000 so'm. Bu kichkina balka emas. Bu kichkina balka emas, bular ham Yo'q, sen menga chiqsan. qo'rg'on beraverasiz, to'g'rimi opar? Qo'rg'on beramiz, 10.000 so'm biladi qo'rg'onni. Kilosini 10.000 so'm. 10.000 so'm biladi uka. Telefon nomeri qoldir ekansiz? 93 203 51 52. O'zingizning nomeringizni beraman ya. Oybek Boyka'da chiqaradi. Oybek Dastlabki kishman, dastlabki kishman. Vallahi ya bugün. Cesuram ne işiydi Cesuram? Assalomu alaykum. Sağ Lakkalatçısın mı oldu bula? Lakkala. Lakkala 20.000 so'm voya. Lakkala 20.000 so'm bula. İçinde. Şunun içinde bo'ladi. Bular 28'de so'yib beraman. 28 so'm. so'm. Qaytaman, kelaversin. 1000 so'm qaytaman? Allah, so'yib ham beraman. Qo'rg'on berasizmi? Qo'yib beraman, 10.000 dan qo'yib beraman. Shunda 37 dan to'g'ri keladi. 37 dan voya. 37 dan yine. Kilosi 37 so'mdan to'g'ri keladi ekan, bemalol. Dastlabki emas berasiz-ku, to'g'rimi? 4 kunun içinde bo'lsa netib beraman. 4 kun ichi bo'ladimi? Endi o'kdan bayqaraman, moto ekdaman. Tok yuzim, neden ku? Yo'q. Telefon nomeri qoldi-ku shunda Cesuram. 99'luk 685 72 26. Cesurda kelaversinlar. Klipata verasizmi? Moy xolasa. To'ychilar 37 so'mdan olib beramiz turibdilar. Assalomu alaykum.
Sağ olun, assalomu alaykum. Nechtancha so'mdan mo'lla ekan bular? 20dan berib degan mo'lla ishlaydi. 1.8. Mo'lla 25 dan. Birini aling. Bergilanchadan bir tutalım. Bula 30 dan. Soyup tozalab berdilar shuning uchun, bo'ldi? Soyup berdim. Soyup tozalab berdilar shuning uchun. Soyup tozalab berdilar shuning uchun. Assalomu alaykum. Bulancha so'mdan ekan. 30. Bular 30 ming so'mdan so'yib tozalab beriladi, xudo xolosa. Hammasi 20 mingdan tutib. Mana. So'yib tozalab beriladi shuning uchun, to'g'rimi? So'yib tozalab beriladi. Murat assalomu alaykum. Sağlıklı yaşam olduğu için çarşamazsan. Barmağınızdan parmağınız. Neçə so'mdan ekan lakkalalar? Almadı yani. Ha, video düşürmeyin sizi. Ha, horma da düşünüp ben, mama da etnet gezdi. Horma da düşünüp ben değil mi? Alma da düşün yani. Ha, oldu mayli. Hop dostlar, işinliğin yine narxlar bugün 31'i saat 10'dan 9 video ötkəndə sürüp başladık. Fatih Haramçı'da videonu yekülümüz. Videomuz hakkında olsa köpürək like'lardan kollab qatlanlar. Yeni videolarda görüşünüz. Sağ olun, sayına getkizin. Allah'a razı olun.